إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rgangich qarindoshlar, biz darsimizning oxirini davomlashtiramiz. Bismillah. Unda bo'lsa buga o'tmoqchi bo'lgan darsimiz bir kalimadagi ikki tashdid mashqlari. Ya'ni har bir kalimada bu yerda ikkidan tashdid bor. Biz o'tgan soatlik darslarimizda har bir so'zda bir tashdid yoki bir sukun mashqlarini olib borgandik. Bugun hamda o'xshamaydigan yeri, yangi nuqta. Qarasak mana bir kalimada ikki tashdid bor. Bir kalimada mana zaning ustida bir tashdid, va kafning ustida yana bir tashdid bor. Mushunda kelgan chaqda mushulini qanday o'qiymiz? Mushuninki hijlash qoidasini bugun o'rganamiz inshaalloh. Mushunda bir so'zda ikki tashdid bo'lsa, hijlab o'qishda qanday o'qiymiz? Mushunga diqqat qilsangiz bo'ladi. Ya za zabar yaz. Ya za zabar yaz. Za kaf zabar zak. Yazzak. Kaf alif zabar ka. Yazzakka. Yazzakka. Mush bo'yicha bo'ladi. Keyindagi mashiq. Ya zal zabar yaz. Zal kaf zabar zak. Yazzak. Kaf zabar ka. Yazzakka. Rabsh ru. Yazzakkaru. Yazzakkaru. Alif lam zabar al. Ma'nodagi alif kelsa biz zabar deb olamiz. Alif lam zabar al. Mim dal pish mud. Al mud. Dal tha zabar dath. Al muddath. Thazir fi. Rabsh ru. Al muddathiru. Al muddathiru. Keyingi mashqni balla bilan birlikda mashq qilamiz. O'quvchi qarindoshlar bizga ergashib mashq qilasizlar. Alif lam zabar al. Alif lam zabar al. Mim za muz. Mim za muz. Al muz. Al muz. Za mim zabar zam. Za mim zabar zam. Al muzzam. Al muzzam. Mim zirmi. Mim zirmi. Lam pshlu. Lam shlu. Al muzammilu. Al muzammilu. Al muzammilu. Al muzammilu. Ayin lam zir'il. Ayn lam zir'il. Ayin lam zir'il. Ayn lam zir'il. Lam yazir li. Lam yazir li. Illi. Alli. Ya yazir yi. Ya yazir yi. Illi yi. Alli yi. Nun zabarna. Nun zabarna. Illiyina. Alliyina. Illiyina. Alliyina. Ayin lam zir'il. Ayn lam zir'il. Lam yazir li. Lam yazir li. Illi. Alli. Ya waw pshyu. Ya wabshu. Illiyu. Alliyu. Nun zabarna. Nun zabarna. Illiyuna. Alliyuna. Illiyuna. Alliyuna. Qarindoshlar, qilib qolgan qismi mana shu shaklda bo'ladi. Qolgan qismini biz arabcha shaklda rasmiy darslar qilib o'tamiz. Unda bo'lsa birinchi kalima ya fatha. Ya fatha keldi. Keyindan za. Zani ustidan bo'lmaydi tashdid. Shundaymi? Buni shadda deb olamiz. Shundaymi? Bunun keyindan kafning ustida yana bir shadda keldi endi. Tashdid keldi. Demak, bu kalimada ikki yerda tashdid keldi. Buni qanday o'qiymiz hamda? Ya fatha za shadda. Ya'ni boshda yani zaga bir qatimiz. Nima? Undan keyindan zada hamda yana bir mayad, yana bir fatha va hamda. Zaning ustida yana bir fatha va
keyindan kafda yana tashdid keldi. Zani kafqa yana bir qatimiz. Demak, oxirida jug'lab natijasini chiqarsak, bu bir so'z to'liq to'g'ri o'qilgan bo'ladi inshaalloh. Ya fatha za shadda yaz. Ya fatha za shadda yaz. Za fatha kaf shadda zak. Za fatha kaf shadda zak. Yazzak. Birinchi bo'g'im yaz. Shundami? Keyingisi zak. Yazzak. Hamda ma kafning ustida yana bir fatha hamda zabar. Kaf fatha ka. Yazzakka. Ma kafning oxirida alif sagira va alif sagira. Kaf fatha alif sagira ka. Demak, alif sagira kelsa biz so'zaydik, shundami? Alif sagira, vav sagira, ya sagira kelsa biz so'zab o'qishni o'rgangan, shundami? Ikki harakat miqdorida so'zaydik. Kaf fatha alif sagira ka yazzakka yazzakka. Demak, shunda o'qsak to'g'ri bo'ldi. Hamda oxiridagi kalimaga qarab boqaylik. Ya fatha zal shadda yaz. Yaz. Ya fatha zal shadda yaz. Hamda zalni kaf qatimiz. Chunki nima kafning ustida yana bir tashdid bor. Shundami? Zal fatha kaf shadda zak. Yazzak. Ham 5-ni tartib qo'shimiz hamda. Yazzak. Kaf fatha ka. Yazzakka. Ra dhamma ru. Yazzakkaru. 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 Shundami? Shunda bo'lsa, bu inshaalloh to'g'ri qilgan bo'ladi. Unda bo'lsa biz oxirdagi kalima qarab boqaylik. Endi manda kelganni biz hamza fatha deb olgan, shundami? Ma'nodek belgi kelsa, alifning tubsida biz buni hamza fatha alif lam sukun. Hamza fatha lam sukun al. Hamza fatha lam sukun al. Shundami? Hamda mim damma keldi, keyin lam yana shaddi keldi. Demak biz mimni ma'vo dalning shaddisiga qatimiz. Shundami? Shaddi kelgan chaqda oldi karibni qatiyitimiz-ku. Shu qoidamiz bo'yicha mimni dalga bir qatimiz. Undan keyin dalning keyinidan yana bir saninki ustidan yana bir tashdid keldi. Dalni saga yana bir qatimiz. Undan keyin oxirini shu hijlab chiqarsak, hammani qo'shib chiqarsak inshaalloh bir bu kalima to'g'ri qilgan bo'ladi. Masalan, hamza fatha lam sukun al. Hamza fatha lam sukun al. Mim damma dal shadda mud. Al mud. Dal fatha tha shadda dath. Al muddath. Tha kasra fi. Al muddathi. Ra damma ru. Al muddathiru. Al-muddathiru. Al-muddathiru. Mushunda mush bo'yicha mush qoidamiz bo'yicha maqsad inshaalloh to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Unda bo'lsa boshdan tortib hamda men sal tezroq o'qiyman. O'rganguncha qarindoshlar shunga yaxshi anglab, keyinimdan takror qilib mashq qilsanglar. Ya fatha za shadda yaz. Ya fatha za shadda yaz. Za fatha kaf shadda zak. Za fatha kaf shadda zak. Yazzak. Kaf fatha alif sagira ka. Kaf fatha alif sagira ka. Yazzakka. Yazzakka. Yazzakka.
keyindikisi ya fatha zal shadda yaz ya fatha zal shadda yaz zal fatha kaf shadda zak zal fatha kaf shadda zak yazak yazak كاف فتحة ك يذك را ضم رو يذكر 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 كاينكسي همزة فتحة لام سكون ال ميم ضمة دال شدة مد ميم ضمة دال شدة مد دال فتحة ثا شدة دث المدث ثا كسرة في المدث را ضمة رو المدثر 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 unda bo'lsa mushu ma'noda biz amsa balli bilan birlikda mashq qilib boramiz. O'rganguchi qarindoshlar biz bilan birga keynimizdan agishib mashq qilsanglar. Biz yana 5 dan kelamiz, yana birinchi kalimadan tortib mashq qilib boramiz. 5 dan. Unda bo'lsa ballar men deyman, sizlar menga agishib jalla talaffuz qilasizlar. Unda ya fatha za shadda yaz. يا فتحة يا شدة يز za fatha kaf shadda zak. ذا فتحة كاف شدة زك يزك يزك كاف فتحة ألف صغيرة كا يا فتحة ألف صغيرة كا يزكى 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 yaxshi. Unda bo'lsa ikkinchi kalima ya fatha zal shadda yaz. يا فتحة ذا شدة يز zal fatha kaf shadda zak. ذا فتحة كاف شدة زك يذك يزك كاف فتحة ك كاف فتحة كا يذك يذك را ضمة رو را ضمر يذكر 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 yaxshi. همزة فتحة لام سكون ال همزة فتحة لام سكون ال ميم ضمة دال شدة مد ميم ضمة دال شدة مد المد المد دال فتحة ثا شدة دث دال فتحة دال شدة دس المدث المدث ثا كسرة في ساك صاصي المدث المدث را ضمة رو را ضمر المدثر 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 bu yerda mana fa talaffuz qilganimizda tilimiz chiqarib shundami al-muddathiru fi al-muddathiru yaxshi bolalar unda bo'lsa oyga hamza fatha lam sukun al همزة فتحة لام سكون ال mim dhamma za shadda muz ميم ضمة دال شدة مز al-muz المز za fatha mim shadda zam زا فتحة ميم شدة زم al-muzzam المزم mim kasra mi ميم كسرة مي al-muzzammi المزمل lam dhamma lu لام ضمة المزمل المزمل demak mushada mim shaddalik holatga kelgan chaqda biz ana shunda zam g'unna shundami biz boshda degandik-ku nun shaddi kelgan chaqda g'unna qilamiz deb minal jinn
sunnati deb biz o'tgan saatlik darsimizda shuni o'qigan shundaymi? Mushumi o'xshash. Nun bilan o'xshaydi. O'shanda mem shadda kelgan chaqda al-muzammilu desak xato bo'ldi. Al-muzammilu. Anda al-muzammilu. Al-muzammilu. Demak, mushada memda shada azroq turib, g'unnini to'liq chiqarib qo'ygandan keyin, undan keyin o'tamiz. Unda bo'lsa, keyingi so'z ballam unda bo'lsa, jalliq o'tira oljima. Ayn kasra lam shadda il. Ayn kasra lam shadda il. Lam kasra ya shadda li. Lam kasra ya shadda li. Illi. Illi. Ya kasra ya sukun yi. Ya kasra ya sukun yi. Illi. Illi. Nun fathana. Nun fathana. Illiyina. 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 Yaxshi. Ayn kasra lam shadda il. Ayn kasra lam shadda il. Lam kasra ya shadda li. Lam kasra lam shadda li. Illi. Illi. Ya dhamma waw sukun yu. Ya dhamma waw sukun yu. Illiyu. Illiyu. Nun fathana. Nun fathana. Illiyuna. 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 Yaxshi. Malla nayt yaxshi o'qiyapti. Hamza kasra nun shadda in. Hamza kasra nun shadda in. Nun fatha lam shadda nal. Nun fatha lam shadda nal. Innal. 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 Lam fatha la. Lam fatha la. Zal kasra ya sukun zi. Zal kasra ya sukun zi. Innal ladhi. Innal ladhi. Nun fathana. Nun fatha la. Innal ladhina. Innal ladhina. Innal ladhina. Innal ladhina. Müşahede maqşad nun şaddlik keldimi? Nun tashdidlik kelsa, mim tashdidlik kelsa, demak biz g'unna qilishni o'rgandik, shundaymi? Innal ladhina. Innal ladhina. Demak, müşahede nunning haqqini to'liq ado qilib keyingiga o'tamiz. Unda bo'lsa Hamza kasra lam shadda il. Hamza kasra lam shadda il. Lam fatha lam shadda lal. Lam fatha lam shadda lal. Illal. Illal. Lam fatha la. Lam fatha la. Zal kasra ya sukun zi. Zal kasra ya sukun zi. Illal ladhi. Illal ladhi. Nun fathana. Nun fathana. Illal ladhina. Illal ladhina. Illal ladhina. Illal ladhina. Illal ladhina. Illal ladhina. Yaxshi. Unda bo'lsa keyingisi. Mim kasra nun sukun min. Mim kasra nun sukun min. Shin fatha ra shadda shar. Shin fatha ra shadda shar. Min shar. Min shar. Ra kasra nun shadda rin. Ra kasra nun shadda rin. Min sharrin. Min sharrin. Nun fatha fa shadda naf. Nun fatha fa shadda naf. Fa fatha alif sukun fa. Fa fatha alif sukun fa. Naffa. Naffa. Fa fatha alif sukun fa. Fa fatha alif sukun fa. Naffafa. Naffafa. Ta kasrati. Ta kasrati. Naffafati. Naffasati. Min sharrin naffafati. Min sharri
من شر النفاثات من شر النفاثات yaxshi alloh rozi bo'lsin bolalar yaxshi demak mana yerda mana biz yana nun shaddilik keldi demak mishad yana min sharrin naffathati naffathati demak mana shunday o'qiymiz bunday bo'lsa keyindikisi fa fatha ayn shadda fa فاتحة عين شد فاء ayn fatha alif sukun a عين فتحة ألف سكون ع فع فع لام ضمتين لام شدة لل لام ضمتين لام شد لام ضمتين لام شدة لل لام ضمتين لام شد لل فعال فعال لام كسرة لي لام كسرة لي ميم فتحة ألف سكون ما ميم فتحة ألف سكون ما لما لما يا ضمة يو يا ضم يو را كسرة يا سكون ري را كسرة يا سكون ري يري يري دال ضمة دو دال ضم دو يريد يريد أمد أمن برده بزماه فعال لما يريد 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 yaxshi mashalloh bolalar aytganlar buga mishada mana lam dammatain fa'alun asli shundami mana yerda bir damma chiqib qolibdi fa'alun lam dammatain lam shadda qanda lam damma lam shadda desakmi bo'ladi lekin aslisi lam dammatain lam shadda lul fa'alul shunday bo'ladi juma فعال لما يريد فعال لما يريد bugungi darsimiz shuni bilan oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.